Hurmatli obunachilar, o'sha kuni ko'rdinglar. Aynan Alpomish Mustaroga bordim. Ukamiz necha bo'ldi, lekin sabablari bor, ko'rdinglar o'zlaring. Keyingi maqsadlar qanaqa? Umidjon, keyingi janglar qachon bo'ladi? Xudo xohlasa yana shu oyda oxiriga yangilik bor aka, inshaalloh. Nasib bo'lsa, shu vatanimiz, davlatimiz, yaqinlarimiz duo bo'lib tursa, Xudo xohlasa yana bir zrelishni, nokautlarni Xudo xohlasa, nima deydi, qo'lga kiritamiz inshaalloh. O'sha kuni jangga kirishdan oldin uchrashdik, to'g'rimi? Videoga olinmagan joylari nima va'da qilganman? Telefon va'da qiluvdilar aka. Aka Nasib telefon bo'lsa, va'da o'sha qildi. sovg'ani beraman deb kelyapman. Obunachilar, bu kichik bo'lsa ham sovg'a A17 ukamizga tabriklaymiz. Akajon, Alloh rozi bo'lsin. Bu shuncha mehnat qilganlar uchun Dilshod akam bilan Abbos akamga alohida sovg'a. Aka, sizlar shuncha mehnat qildingizlar, men sizlarga sovg'ani berib yuboryapman. Nasib bo'lsa, keyingi janglarda bundan ham kattaroq sovg'a. Eminda bitta ukamizga emas, Narpa va Kattaqo'rg'on shahridagi bayis ukalarimiz g'alaba qozonib, kelgan har bir kishiga telefon beramiz. Xudo xohlasa, albatta va'da beryapman. Akajon, sizga ham katta Xudo xohlasa, keyingi janglarga omad tilab qolamiz. Xudo xohlasa birga boramiz. Nasib bo'lsa. Inshaalloh. Sog' bo'linglar. Hammalarga rahmat. Bizlarni kuzatib boringlar. Akam Va'da. Xudo xohlasa. Akam qo'llab-quvvatlaylar. Qilgan ehsonlar aka, Alloh rozi bo'lsin.